Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli parranda chorva ishqibozlari. Sizlar bilan bugun parranda narxlari bo'lib o'tadi. Bugun haftaning bozor kuni 22-mart. Bugungi holat bo'yicha jo'jalarimiz, tovuqlarimiz, kurka, induq, g'oz, jamiki parrandalarimizni narx-navolarini sizlar bilan tanishtirib o'tamiz. Kuzatib boraverasizlar, kanalda yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmasini bosish yoddan chiqmasin. Kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiravasizlar. Kamchiliklar bo'lsa, shunga qarab harakat etamiz. Assalomu alaykum. Biron olatchi so'm ekan? 220 da. Hammasini bahasi bir qilang. Svetli burama ekan bu, svetli. Голубой, svetli sortlari bor. 220 dan da dizang. Yaxshi savdongiz bersin. Assalomu alaykum. İngilizcelerimiz so'm ekan? 220 dan da tutmaydi. Erkeklari indang. Urg'achilari? Urg'achilari 100 dan da tutgan. Kelishib beradi. Ördeklar so'm? 70 dan. Mana ördeklar. Mesni, Jaydari, ingishkelarimiz. Şimdi ördeklar ham bor. Buni daraki bor axı. Bor. Adres nerede? Neda? Ustadurda aylangan yerda. Aha. Telefon nomeri aytasizmi? Uydan borib oladilar-da. Og'ayni aytib beraman. 39 Telefon nomer 99'lukdan 99'lık 079 079 34 22 34 22. Adınız? Maksud. Adım Maksud. Mahsud aka deb telefon qilaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa. Manzillarni, adreslarni beradi. Mesning ishkalarimiz, o'rdaklarimiz bor ekan. Urg'achilari tuxumda dedi, dastavka ham bor dedi. Kelishgan holda. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Muradim. Necha so'm ekan sizlarni? 25 deb tutman qaytib beraman. 25 dan. Mesni endi o'zimiz yurt jo'jalardan bilan tovuqlan bolalari. 45 kundan o'tgan vaksinalar bo'lgan. 45 kunlik, ha? O'tdi 45 kundan. Ha, 45 kundan o'tibdi ana obunachilar. Ördeklarimiz ham bor ekan. Bularcha so'm? 10 kunlik 14 ming so'm deb tutman. 10 kunlik dedi, 14 ming so'm dedi. Yana bandan bor. Bir kishi vaksinalari javob dedi. Adres? Urganchda Tandirchi mahalla. Urganch Tandirchida ekan. Telefon nomer 93 745 85 65. 93lik 745 85 65. Ergashda aloqa chiqaverasizlar. Kimga kerak bo'lsa 25 ming so'mdan dedi, kelishamiz dedi. Optimchilarga kelishib beramiz dedi. Yana. Uzu ketlar ajoyib qilib ketgan, aynan o'zi. Yaxshi savdoz bersin. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Savdolar bilan. Qo'razlarni necha so'm ekan bu? Oqlar. Yarmi 150 danmi? Burama bilan chatiqmang bular. Chatishga. 150 ming so'mdan deydi. 2 kilo, 2,5 kilo chiqadi ekan veslari. Assalomu alaykum. Aleyküm assalam. Yaxshimisiz? Necha so'm ekan jo'jalarimiz? Sağlanına 24 aytdik. 23 qilib beramiz. Uyda bakılıp turibdi domaşniy. Mesni domaşniy jo'jalarimiz dedi, 24 ming so'm aytibmiz dedi, 23 aytib beramiz dedi. Bunda kattalar ham bor ekan. Bularimiz 2 oylik vajidan 25 bitadi bular. Bularning 25 Mazalinan dan. 30-32 aytib turibdi, kelishki bor. Adamni qo'lini to'ldirib turibdi. Katta yirik narsalar. Ajoyib. 2 oylik bo'ldi dedi bularni 25 dan, bularni 23 beramiz. 23 beramiz. 22 qilib ham beraman. Hamma vaksinalari, Hamma zati vitaminlari berilib turibdi. Adres? Vaksinam qilganmiz. Adres nerede? Shavat Kolos Moskvadan. Shavat Cho'dillik Kolus'ta. deb aytiladi. O'tizlardan. Moskvada Kolus'ta ekan. Telefon nomer? 97lik Ava. 790 Ava. 95 31. Yaxshi savdoz bersin. Yaxshi oltin, yaxshi. Assalomu alaykum.
Cücelerimiz neçə som ekan? Yana 25 ay tutturdu. Gelişe. 25 tane. Neçə aylıq bular? 2 ay boğan. 55 gün. 55 kiloluk dedi 25 tane. Bular ham hammasi bir axang, ham tanalar. Hamma vaksinaları, vitaminleri etilgan. Size garanti. Ördek cüce mi bular? Neçə som bular? 15 veremiz ödek. Ördek cücelerimiz 15 bin som dedi. Gelişip verəs sağ. Gelişemiz dedi. Bulan 25, ördek cücelerin 15 dedi. Adres? Adres Manak. Manak'tan. Telefon nömrə aytasız mı? 99'luk. 99'luk 247. 247 71. 71 61. 61. Dostavkası var. Dastavka bağ dedi. Şu Şavat teritoriyasına 100% bağ dedi. Telefon etaverəsilə alaka çıxıb geliş əvrəsilə egesizlər. Yaxşı savdanızı versin. Assalamu alaykum. Yaxşımısınız? Savdalar otduqman. İngüş gelen bula. Neçə somdan ekan erkekler oxşaydı. 150'den ben tutmuş. 150'den dedi. Erkek indi kız neçə som? Erkek günlük 7 yarım kilo. Ha, vesi 7,5 kilo. 400 som aytdırız. Gelişəsiz sağ. 400'e veremiz. Ha, biter 400. Allah'ım. Aha. Bunda kiskineler kullanımı 220'ye veremiz. Ha, kiskinarak indik ha. Allah. Bak kiskineler sana bakın çetki benden eski. Bulanı 200'e veremiz dedi. Bunda yer 2 var ekan, 7,5 kilo çıkıp dedi. 400 ming som biter dedi. Acayip. Bu xorazlarınız neçə som? Koydanı buna bu üstüne veremiz. Burada koyaz üstüne gelirdi. Yana 6-8 kilo kadar buz güneye veremiz bunu. Kettesini 300'e, Kulaklarımız var 90'dan veremiz. bunun neçəyə dediniz kettesini? 5-40 mil sonra veremiz yani. 4 koyaz. Ha, kettesini 140 dedi. Kiskinələrini 130-120 veremiz geliş. Damaşik tukumlar var. Arap damaşik tukumlar 1800'den verdik. Damaşlı tuxumlarımızdan var dedi ya. 1800'den dedi. İnkosiyaya doğru gelen bu. Koşun tutumuz taze. İnkosiyaya doğru geledi ekan taza dedi. 3 gün 5 günlük tuxumlar dedi. Yəni. Ha. Görüb alışlarınız mümkün. 100% damaşlı. Məlum özü. Düşüncələrim üçün. Adres nerede? Telefon nömrə aytamız mı? Telefon nömer 90'dan 726 88 33. 90'dan 726 88 33 ekan. Telefon Satacak qala bozalar verəsilər. ala veremiz, alacak bozalar sata veremiz. Ana. Alamızam, satamızam dedi. Soğuklu mekanlar. Gelişe veremiz dedi. Neyse, alakara çıqa verəsilər. Yaxşı savdanızı versin usta. Assalamu alaykum gelin bir. Yaxşımısınız? Neçə som ekan cüceləriniz? Yani yemeden ben tutmuş orada. Yemeden mi? Neçə günlük bular? 22'de yemeden ben tutmuş, yemeden ben tutmuş. 22'de tutulğan ekanlar, 20'ye düşübdülər yəni baxalarını. Evet, güzel ya. Acayip güzel dedi. Allah güzel ya. Gelişib verəmiz dedi, görüb ala verəsilər. Bam hazırda adresdə. Adres şu nömer şu. 88 Şu nömər, şu adres şu. Kimə gerek olsa alaqara çıqa verəsilər yəni. Neçə günlük dediniz? 1,5 aylıq ekan. Tovuqu, xorazı məlum boğan olur. Benim boğan ya. Həmmə vitamin vaksinaları verilgəndir. Assalamu alaykum. Ustaz, yaxşımısınız? Namusuz. Sırəmizmi? Neçə somdan ekan şu xorazlarımız? Orada ne yapıyor? İnanın için akları 160'dan, vergiler inanın kuzular 150, 130 minikleri var. Aha. Bir ak tozlama 30 bin son inan. 150 min somdan tartıb 120, 130 getə hər xilan. Bu kəttələr neçə som işlə? Şeyler 200'den iken bunlar. Bulan 200'den dedilər. 200'den. 2 yer 2 var ekana. İşi gök bilən qızılını 200'den dedi. Beslərəm ağır ekan. Bu ingişkələr neçə som? Gene erkekini 180'den tutmak, uğraşsı 80 milyon. Erkəkini 180, urğaçısını 80 min som ödəyəcək. Adres aytamız mı? Adres. Her gün pazardan fark yok. Vergilerle hiç muhabbet olmaz. Hə, boldu. Gene verseler. Hər gün bazardamız dedi. Gəlib görüb ala verəsilər dedi. Yaxşı savdalarınız versin. Assalamu alaykum.
Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat. Necha so'm ekan cücelerim? Yaxshimi? Bayramlar bilan. Rahmat sizga ham, ko'pini aytirsin. 23 ming. Necha so'm ekan cücelerim? 23 mingdan 2 oylik cüce. 23 mingdan 2 oylik bo'ldi. Havo, 3 gripkasi bor. 23 ming so'mdan deydi obunachilar. 23 ming so'mdan 45 kunlik 1,5 oylik bo'lgan deydi. Sog'lom cücelar. Mana cücelerim. Xo'razlari xo'raz, tovuqlari tovuq, uzun bayram bo'lgan. Домашний, сочный cüceler deydilar. İzi bormi? Bor. Telefon nomeri aytamizmi? Telefon nomer? Al. Bozorga kelaveradilarsa? Ha, telefonni ishlatmaysiz demak. Bo'ldi, bozordan topaveradilar deydi. Eğer bozor shu yerdamiz deydi. Bozordan topib bilib olaveradi. 23 ta. Yaxshi savdolarimiz bersin. Assalomu alaykum, induqlarimiz necha so'm ekan? 350'den doğru induklar. İkkisi ham urg'achi o'xshaydi bular, ha? Ha, urg'achi induqlarimiz 450 dan deydi, doğubirti deydi. Xo'razlarimiz necha so'm? Xo'razlarimiz 150 dan deydi. 2 kilodan ziyod chiqadi dedi. 150 ming so'm aytib turibmiz, kelishib beramiz dedi. Kurkalarimiz zo'r ekan lekin. Cücelerimiz necha so'm? Cücelerini 20 olavering dedi. Devrekte işlerden arzan koptukman dedi. Acayip cüceler. 22 ayda bir 20 ming so'm beri oturtmuş dedi. Karop kesen içinde dedi. Mut dedi. Yaxshi savdolarimiz bersin. Bunda katta cücelerimiz ham bor ekan. Necha kunlik bular? Bunlar 3 aylık. 3 oylik dedilar. 3 aylık. Уже resmi tovuq xo'roz sifatine girib borgandan bulaylar. 25 beremiz. 3-4 ay bakılsa уже xo'rozlari qisirib, tovuqlari tuxuma giradi. Nasib etsa, yaxshi qaralsa. Ajoyib. Necha beramiz dedingiz? 25 beremiz. 25 beramiz dedi, 2 oylik dedi. Bunda sal kichkinaroq variantlar ham bor ekan. Yaxshi savdoingiz bersin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Necha so'm ekan cücelerimiz? 22'den. 22 ming so'm, ha? Necha kunlik bular? 40 günlük. 40 kunlik, ha? Vitamin vaksinalari bo'lgan. Hammasi bir partiya haqimini. Bir ham tana. Telefon nomeri aytamizmi? Aytilmaydi, bozordan kelib topaveradilar. Bo'ldi. Siz savdolarimiz bersin yaxshi. Bular necha so'm ekan? Bunlar 25'ten. Bular ham 25 dan ekan. Kelishlar axir. Bo'zakeri necha so'm berasiz bularni? 22 olsa da veremez. 25 aytib o'tdi ekan, 22 kelsa beraman dedi. 1,5 oylik ekan. Bozorga kelsalar topaveradilar dedi. Yaxshi savdolarimiz bersin. Assalomu alaykum. Necha so'm ekan xo'rozimiz? 120'den veremeyler. İnamını 100 soma veremeyler. Ha, 100 so'm dedi. Bularni 120 danmi? Bularni. Bu xo'rozlarimiz 120 dan. 130 dedi. Tavuklar 100'den. Tovuqlarımız 100 dan. Doktorda hangi tuxumdami? Doğru tuttu. Tovuqlarımız tuxumda dedi. Bozorga kelsangizlar topaveradi ekansizlar, adres yo'q ekan. Assalomu alaykum. Necha so'm xo'rozimiz? 250 ming so'm qora shahzoda oldik var. Ena qara shahzoda. 250 ming so'm dedi qara shahzoda. Bize korkumuzun dedi. Mana necha so'm beramiz usta bo'zak yerni? Güzel 10 so'm kocaman taksit qilaylik. 240 beradi ekan. 10 so'm qaytaman dedi. Qara shahzoda dedi, ajoyib berdi. Necha kilo chiqib turibdi? 4 kiloydi. 4 kilo chiqadi dedi. Hurmatli yurtdoshlar, hurmatli shavodliqlar, Parranda bozorimiz avjida. Esa bugungi narx-navolar 22 mart bo'yicha, holati bo'yicha ko'rib olasizlar. Kamchiliklar, xatolar bo'lsa kommentariyada yozib qoldirasizlar, shunga qarab kamchilik xatolarni to'g'rilashga harakat etamiz. Esa videolarimizni yakunlab qolamiz, kuzatib boraverasizlar. Janovar zo'r kichik.